Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo birodarlar Nuh alayhissalomni Iroqning Kufa deb nomlangan shahrida yashayotgan qavmga payg'ambar bo'lishini iroda qiladi. Va bu kunni Robbil alamin Nuh surasida biz Nuhni qavmiga ularga alamli azob kelishidan ortiq ogohlantir deb o'z qavmi uchun rasul qilib yubordik deya marhamat qiladi. Demak birodarlar, Nuh alayhissalom o'sha qavmni ichidan chiqqan, ya'ni o'zlaridan chiqqan payg'ambar hisoblanadi. Bundan tashqari esa Alloh Qur'onda zikr qilganidek nabiy emas, rasul bo'lganlar. Ya'ni o'zlari uchun alohida shariat, kitob nozil bo'lgan. Nuh payg'ambarda azizlar Alloh taolo 5 ta rasul bo'lgan payg'ambarlarning shayxi deb atagan. Bular Nuh, Ibrohim, Muso, Iso va Muhammad alayhissalom. Mana shu 5 ta rasul bo'lgan payg'ambarlar ichida ularni shayxi Nuh alayhissalom deydi Alloh. Hazrati Nuh payg'ambar birodarlar jamiki payg'ambarlar ichida Allohning yo'lida tavhidga va hidoyatga insonlarni da'vat qilish borasida eng katta kuch-quvvat sarflagan payg'ambar hisoblanadi. Nimaga desangiz, agar u kishi vojib rivoyatlarga ko'ra 1000 yildan oshiqroq umr ko'radi va ana shu 1000 yillik umrini e'tibor berib turing, 950 yilini faqat va faqat mana shu o'zi payg'ambar bo'lib kelgan, shirk degan botqoqqa botib ketgan qavmini tavba qilishiga, Allohning yakka iloh ekanligiga iymon keltirib, yaratgan zotiga istig'for aytishlari uchun da'vat qilishga sarflaydi. Chunki bu qavm haqiqatdan tamoman tubanlikka botib bo'lgan, ko'zlari ko'r, quloqlari kar bo'lib, shirk degan baloni ichiga kirib ketgan qavm bo'lgan. Hatto ba'zi hadislarda Nuh alayhissalom payg'ambarlikni olgan vaqtida birodarlar, yer yuzida tasavvur qiling, Nuhdan boshqa Alloh bitta deydigan odam qolmagan edi deya zikr qilinadi. Ya'ni barcha insoniyat but va sanamlarga tamoman sig'inib ketgan bo'ladi. Allohning rasuli bo'lgan Nuh alayhissalom mana aytdik 1000 yil bu dunyoda hayot kechirgan bo'lsa, o'sha 1000 yildan 950 yilini faqat va faqat Allohga da'vat qilish bilan o'tkazadi. Lekin ming afsuski 950 yil umrini o'z qavmi uchun sarflagan payg'ambarlariga buncha yil orasida eng ko'p 80 ta, eng kami esa 10 tagina inson iymon keltiradi xolos. Yana bu iymonga kelgan insonlarning hammasi har doimgidek faqir, g'arib, qashshoq, beva, bechoralar bo'ladi. Nimaga endi har doim eng birinchilardan bo'lib shu toifadagi insonlar payg'ambarlarga iymon keltiradi deyilsa, chunki ular birodarlar oddiy insonlar, sodda insonlar va haqiqatdan risolatni qidirgan, Allohga haqiqatdan muhtoj bo'lgan insonlar bo'ladi. Va alal oqibat mana shu dunyoda hech narsasi yo'q bo'lgan odamlar payg'ambarlar orqasidan ergashib yutgan odamlar bo'lib chiqadi oxirida. Endi ikkinchi toifadagi insonlar ham bor. O'zini ichidan chiqqan, ham birodarlari bo'lgan, ham payg'ambari bo'lgan insonga qarshi chiqqan boylar, zodagonlarchi. Alal oqibat ular nima bo'ladi? O'sha o'zlari ishongan mol davlati va amali bilan badnom bo'ladi, xor bo'ladi va oxiratda oladigani bundan dahshatliroq bo'ladi. Nuh alayhissalom payg'ambar bo'lgan vaqtida birodarlar podshohlik davri hukm surayotgan zamon bo'lgan va aynan Nuh alayhissalom payg'ambar bo'lgan Kufa shahrini zolim bir podshoh boshqarib turgan. Hazrati Nuh payg'ambarlikni olib insonlarni hidoyatga da'vat qilib boshlagan vaqtida haligi zolim podshoh o'z mamlakatida yangi farmonni e'lon qiladi.
Ya'ni o'sha farmonda aytiladiki, mamlakatda yashayotgan bironta bir inson Nuh bilan gaplashmasin. Undan uzoqroq tursin va o'zlaring sig'inib turgan ilohlaring bo'lgan Vat, Suva, Yog'uz, Yovuq va Nosir ana o'shalarga sig'inishda davom etinglar deya podshoh tarafidan birodalar ochiqchasiga shirkka farmon e'lon qilinadi. Farmon e'lon qilinib ozgina vaqt o'tgandan keyin boyagi zolim shoh Nuh alayhissalomni yoniga chaqiradida unga ham shart qo'yadi. Ya'ni aytadiki, ey Nuh, mayli sen o'zing bilgan yo'lda da'vat qilyapsan ekan. Lekin biz farmon e'lon qildik. Endi hech kim seni eshitmaydi, senga quloq solmaydi. Agar xohlasang, biz bu farmonni bekor qilamiz. Ehtimol vaqti imkoniyati bilan biz ham senga ergasharmiz. Lekin bitta shartimiz bor. Shart shuki, hozir senga iymon keltirib ergashgan ana o atrofingdagi qalang'i, qasang'i, kambag'al, past tabaqali insonlarni yo'q qilasan. Ulardan uzoqroq turasan. Ana undan keyin biz ham senga ergashamiz deydi. Va yana aytadiki, ey Nuh, biz seni ko'rib turibmiz, sen ham bizga o'xshagan oddiy insonsan. Faqat senga ergashgan insonlarni nasl nasabi past. Bizlar esa nasl nasabli, ziyoli, amaldor insonlarmiz. Biz hozir senga ergashgan odamlar bilan bitta safda o'tirmaymiz. Sen ularni atrofingdan tozala, balkim keyinchalik bizlar ham senga ergasharmiz degan shartni qo'yadi. Shunda Nuh alayhissalomni bularga bergan javobi shu bo'ladiki, ey qavm, men hali sizlardan shu qilayotgan ishim uchun tovon so'raganim yo'q. Meni ajrim yaratganning zimmasidadir. Va menga iymon keltirib ergashgan insonlarni haydamayman. Albatta ular Parvardigoriga yo'liquvchilardir. Lekin men sizlarda johil qavm ekanliklaringni ko'rib turibman deydi. Mana shu xivoradan keyin qavm xuddi Nuh alayhissalomni pisand qilmagandek aytadiki, ey Nuh, bo'ldi-da endi. Ja oshirib uzatib yording tortishmani. Bo'ldi, yetar bor. Bizni boshimizni har nimalar deb turib og'ritma. O'zingni payg'ambarman deysan, sizlarga azob, balo keladi deysan. Mayli, agar sen payg'ambar bo'lsang, xo'p o'sha sen aytayotgan azob, baloni rost, haqiqat bo'lsa, qani ko'raylikchi, qo'lingdan kelsa keltir o'sha baloyingni, ofatingni deyshadi. Qavmni mana shu aytgan gaplaridan keyin Nuh alayhissalom orqasiga qaytadi-da va Parvardigoriga shikoyat bilan duo qiladi. Aytadiki, Parvardigoro, men qavmimni kunduzi ham, kechasi ham da'vat qildim. Bitta ushab ham da'vat qildim. Ko'pchilik bo'lgan hollarida ham da'vat qildim. Oldinlari maxfiyona, keyin esa oshkora, keyinchalik baqirib ham da'vat qildim. Va lekin meni ularga qilgan da'vatim faqatgina mendan qochishlariga sabab bo'ldi xolos. Qachoniki men ularni da'vat qilib boshlasam, barmoqlarini quloqlariga tiqib olishdi. Ko'ylaklari va etaklari bilan yuzlarini to'sib olishdi va kibr qilishdi. Va yana men ularga aytdimki, Robbingizga tavba qilib istig'for ayting ey qavm. Albatta Alloh tavbalarni qabul qilguvchi va rahimdil bo'lgan kechirguvchi zotdir dedim. Ular esa menga qarshi osiy bo'lishdi. O'zlari va bola chaqasini ziyoda qila olmaydigan kishiga itoat qilib, menga qarshi fitna va makr qilishdi deydi. Shunda Robbul alamin o'z rasuli bo'lgan Nuh alayhissalomni bu qilgan duosiga javob qilib aytadiki, ey Nuh, biz ham ularga qarshi makr qildik va makrlarning eng chiroylisini faqat Alloh qiladi. Bas ey Nuh, siz endi da'vatni to'xtating deydi. Bu voqea Qur'onning Hud surasida shunday bayon qilinadi birodarlar. Bismillahirrohmanirrohim. Nuhga vahiy qilindi.
albatta sizning qavmingizdan shu bugungi kungacha iymon keltirganlardan boshqa hech kim endi sizga iymon keltirmaydi va ularni bajarayotgan ishlaridan noumid bo'lmang deya zikr qilinadi. Shunday qilib Nuh alayhissalom Allohning amri bilan o'z qavmiga bo'lgan da'vatini to'xtatadi. Va lekin birodarlar, bu sarkash qavm o'zlari to'xtat deyotgan edi. Endi Nuh payg'ambar Allohning buyrug'i bilan to'xtatsa da'vatni, endi bu safar ular Nuh alayhissalomni badduoibat qilishadi. Tasavvur qiling birodarlar, qavm o'zini payg'ambarini risolatni ko'tarib chiqqan, hidoyat chirog'i bo'lgan o'z payg'ambarini badduoibat qilishyapti. Ya'ni aytishadiki, ey Nuh, sen g'irt majnun, yolg'onchi ekansan-u deyshadi. Va buni ko'tara olmagan Nuh alayhissalom, Parvardigoro, albatta men mag'lub bo'ldim, o'zing menga yordam bergin deya duo qiladi. Va Alloh subhanahu va taolo ham javob berib aytadiki, biz Nuhga vahiy qildik, kema qurishlikka. Bu kema bizning vahiyimiz va bizning ko'rsatmamiz bilan deya Qur'onda zikr qiladi. Nuh alayhissalomni birodarlar ustachilikdan umuman xabari bo'lmagan. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Nuh alayhissalom o'shanda uzunligi 1 kilometr bo'lgan sog'lom va baquvvat kemani quradi. Qanday quradi? Buni sababi birodarlar, Alloh Qur'onda aytib qo'ygandek, Alloh Qur'onda zikr qilib bitib qo'ygandek, biz Nuhga kema qurish uchun vahiy qildik. Va bu kema bizni ko'rsatmamiz asosida biz ko'rsatma beramiz, xuddi o'shanday quriladi bu kema deb zikr qilib qo'ygan edik. Ya'ni Nuh alayhissalom o'sha buyurilgan kemani qurib boshlagan kundan boshlab Jibril alayhissalom keladida birodarlar. Mana shu kemani qanday qurilishini Nuh alayhissalomga bitta o'rgatib turadi. Ya'ni bu yog'ochini mana bu yerga qoqing. Bu yog'ochini esa bu tarafdan randalang. Bunisini orqa tarafidan, nargisini oldidan deya Jabroil alayhissalom kelib azizlar, Hazrati Nuhga bitta o'rgatib turadi mana shu kemani qanday qurilishini. Chunki Alloh Qur'onda zikr qilib qo'ygandi buni isbot dalili. Biz Nuhga vahiy qildik kema qurishdi. Lekin o'sha qurilayotgan kema ham bizning ko'rsatmamiz bilan de. Kemani birodarlar, Alloh Nuh alayhissalomga o'sha yerda joylashgan eng katta tog'ni uchiga qurishini vahiy qiladi. Va kema xuddi Alloh amr qilib qo'ygandek qurib bitkazilgach esa, yana mana bu razil qavm Nuh alayhissalomni ustidan kulib boshlaydi. Ular aytishadiki, e'tibor berib turing. Ey Nuh, sen bizga men payg'ambarman deganingda seni jinni bo'lib qolganingga sal ishonmay turgan edik. Endi esa ishondik bunga. Nega deb so'raysanmi? Axir kelib 100 yilda zo'rg'a qurib bitkazgan kemangni dengizga emas, tog'ning uchiga ham qurasanmi deb payg'ambarini ustidan kulib mazah qilishadi. Shunda Nuh alayhissalom ularga qarab turib aytadiki, ha mayli, ey qavm, hozir sizlar kulib turinglar. Ammo va lekin vaqti soat imkoniyati keladi, biz sizlar do'stlaringdan kulamiz deydi. Alloh subhanahu va taolo birodarlar, agar bu qavm osiylikda davom etsa, ularni dahshatli to'fon bilan azoblashini aytib, payg'ambar Nuh alayhissalom tili bilan ogohlantirgan edi. Agar o'sha to'fon keladigan bo'lsa, uni kelishidan oldin o'z rasuli bo'lgan Nuhni ogohlantirish maqsadida kichkina bir alomatni ko'rsatishini xabarini bergan bo'ladi. Va ana shu alomat ko'ringanida esa Nuh alayhissalom butun jonzotlardan bir juftdan, ya'ni bitta ayol va bitta erkak qilib kemaga olishini hamda oilasi va o'ziga iymon keltirganlarni ham kemaga olishini buyuradi. Birodarlar, Allohning va'dasi haq. Alloh Qur'onda payg'ambar alayhissalomni tili bilan nimani va'da qilgan bo'lsa, albatta zohir bo'ladi. Xotirjam bo'ling.
Nima bo'lishidan qat'iy nazar birodarlar, Alloh o'sha ish bo'ladi dedimi? Albatta bo'ladi. Faqat qachon bo'lishini Allohning o'zi biladi. Mana Nuh payg'ambar qavmini 950 yil ogohlantirib keldi. 950 yil mobaynida qavmini ogohlantirib keldi. Alal oqibatda nima bo'ldi? O'sha va'da qilingan kun keldi. Kemaga inson bolasidan juda kamchilik minishgan edi o'shanda. Hatto ular Nuh alayhissalomni o'sha da'vat qilgan 950 yil umrini har 100 yiliga bittadan odam to'g'ri kelar edi. Ya'ni tasavvur qiling, 100 yilda bitta odam iymonga kelgan. Endi shuncha ko'rgulik yetmaganidek, ming afsuski, o'sha shirk degan baloga yo'liqqan insonlar orasida birodarlar Nuh payg'ambarda farzandlaridan bittasi ham bor edi. Ana shu dahshatli to'fon boshlanib turgan vaqtida Nuh alayhissalom o'sha o'g'liga qarab turib aytadiki: "Ey o'g'ilcham, kemaga chiqing. Allohning g'azabi qo'zigan vaqtida Allohning o'zidan boshqasi qutqara olmaydi sizni. Va lekin bilingki, bu kema esa Allohning panohi ostida. Chiqing kemaga. Siz shu yerda omon qolasiz" desa, haligi kofir bo'lgan o'g'il otasi Nuhga javob berib turib aytadiki: "Yo'q" dedi, "yo'q. Men siz aytgan kemaga chiqmayman. Aksincha mana bu tog'ni eng baland cho'qqisiga chiqib olaman. O'sha tog' meni qutqarib qoladi" dedi. Endi bir inson butlarga, sanamlarga, taxta yog'ochlarga sig'inib, shularga ishongandan keyin miyaga boshqa sog'lom fikr kelishi ham amri mahol aslida. Ota va o'g'il mana shu holatda bir-birlari bilan tortishib turar ekan, katta bir suv to'foni keladida shirk degan baloning ichiga kirib qolgan kofir o'g'ilni o'z dong'iga tortib ketadi. O'g'li tarafga uzatilgan qo'llari bo'sh qolgan Nuh alayhissalom otalik mehri va insoniylik his-tuyg'ulari sabab: "Parvardigoro, axir o'g'lim meni oilamdan edi. Sen meni oilamni omon saqlashga va'da qilgan eding-ku. Axir seni va'dang haq edi-ku" deganlarida: "Ey Nuh" dedi Alloh. "U solih amal emas edi. O'zingizda bo'lmagan ilm haqida mendan so'ramang. Ya'ni kimni kim ekanligini men bilaman ey Nuh" dedi Alloh. Hud surasi 47-oyatida Nuh alayhissalomni qo'llari qaltiragan, o'zi esa qo'rqib ketgan holatda: "Parvardigoro, men sendan o'zim bilmagan narsani so'rashdan panoh tilayman. Endi agar meni mag'firat qilib o'z panohingga olmasang, albatta men ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolaman" dedi. Alloh subhanahu va taolo birodarlar o'sha kungi bo'lib o'tgan dahshatli to'fonni siz bilan bizga bayon qilib aytadiki, biz o'sha kuni osmondan tushgan suvni xuddi yomg'irning kichik-kichik parchalari kabi yog'dirmadik. Yo'q, aksincha, osmon eshiklarini tamoman ochib yubordik. Yer ostidan esa buloqlarni qaynatib yubordik. O'sha dahshatli kunda yer yuziga biz yuborgan suv eng baland tog'dan ham balandroqqa ko'tarildi deya zikr qilinadi. Qissani zikr qilgan sahih hadislarda keladi muhtaram birodarlar. O'sha to'fon boshlanganda insonlar jon saqlash uchun atrofidagi baland tog'larga qarata qochar edi. Tog'larga chiqqach esa eng boshida ayollar qo'llaridagi chaqaloqlarini yuqoriga ko'tarib turishar edi. Va lekin suv tobbora ko'tarilgani sayin boyaga ayollar jon talvasasida yuqoriga ko'tarib turgan chaqaloqlarini endi oyoqlarini ostiga qo'yib, burunlarini esa osmonga qarata ko'tarishar edi. Va lekin ana shu to'fonni balandligi birodarlar, yer yuzidagi eng baland tog'dan ham 15 metr balandroqqa ko'tarildi deya zikr qilinadi. Nuh alayhissalom birodarlar to'fondan keyin 6 oy kema ichida qoladi. Kema yer yuzini aylanib suzib oradan 6 oy o'tgach Turkiyaning Juddiy tog'iga borib to'xtaydi. Ibn Abbosdan qilingan rivoyatda
Muharram oyining 10-Ashro kunida Nuh alayhissalom yerga qadam bosadi. Va har yili o'sha kuni kelganida payg'ambar alayhissalom ham roza tutar edilar. Alloh subhanahu va taolo birodarlar, yer yuzini suv bilan tozalab, poklab qo'ygandan keyin endi insoniyat naslini faqat va faqat kemaga chiqqanlar orasida Nuh alayhissalom naslidan tarqalishini, insoniyat endi Nuh payg'ambar naslidan tarqalishini iroda qiladi. To'fondan keyin birodarlar Nuh alayhissalomni 3 ta o'g'il farzandi bo'ladi. Som, Ham va Yafis. Rivoyatlarga ko'ra, Som oz oq va oz qora rangli Yahudiylar va arablar Som zurriyotlaridan. Ham ozroq qora va ozroq oq aralash rangli bo'lib, Afrika xalqi Ham zurriyotlaridan. Yafis esa malla va qizil aralash rangda bo'lib, turklar, Sharqiy Osiyo va Yevropa xalqi mana shu Yafis zurriyotlaridan tarqalgan deya rivoyat qilinadi. Bashariyat Nuh payg'ambardan keyin Hud alayhissalomni yashaydi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va ma barakatuhu.